ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdagi xonadonlarga yetib keldi. Mana Termiz tumani hokimligi ijtimoiy agentlik himoyaga muhtoj oilalarga kirib, turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatish jarayonlari ketyapti. Bundan har bitta xonadon juda ham xursand, mamnun. Muhtaram yurtboshimizni doimiy duo qilib turibdilar. Bunday sa'y-harakatlar bizning yurtimizda doimiy har hayit bayramlarda va nafaqat hayit bayramlarda, balki butun bayramlarda mana shunday fuqarolarimiz doimo e'tiborda, doimo hurmatda, izzatda bo'lib kelyapti. Yurtboshimizga rahmat. Men hayit bayramlarida, hamma bayramlarda bizlarni yo'qlab, o'zining umrlarini jo'natib turishadi. Oilamizdan xabar olib, rahmat, tashakkur bildiramiz yurtboshimizga bizni mana shunday bayramlarda yolg'iz qo'ymagani uchun.